sof isitish kotyullari Andijondagi rasmiy dilerlar o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Mijozlarimiz talablariga binoan katta maydonli, katta kvadratli joylarga katta kotyullardan olib kelib qo'yganmiz. Mana Optima modelimiz 18 kilovatligi 250 kvadrat maydongacha isitadi. Kotyolimiz ko'mirdan 10 soatdan 12 soatgacha yonuvchi kotyol hisoblanadi. Keyingi modelimiz xuddi shu Optima modelimiz kattasi 35 kilovatligi 350 kvadratgacha isitadi. Keyingi modelimiz super modelimiz bu nijniy gareniya bo'ladi. Ko'mirda 14 soatdan 20 soatgacha yonuvchi kotyol hisoblanadi. Kotyollarimiz komplektida regulyator tagi qo'shib beriladi. Bu kotyollarimiz regulyator tagi bilan ishlaydi. Regulyator tagi mana shu moslama. Buni asosiy vazifasi haroratni nazorat qilib beradi. Kerakli gradiyatsiya qo'yasiz. Bu o'zi avtomatik nazorat qiladi. Mutlaqo toksiz ishlaydi. Tejamkor hisoblanadi. Hoki ko'mir yoqaman degan mijozlarga alohida turbo to'plam taklif qilamiz. Bu moslama 800 ming so'm turadi. Hamma katyolimizga mana shu holatda o'rnatiladi. Ko'rib turganlaringiz pog'onli termometri bor. Buning vazifasi kerakli gradiyatsiya qo'yasiz, shu haroratni ushlab beradi. Bu tok bilan ishlaydigan bo'ladi. Pastdan ishlamaydi. Gradiyats qolib chiqqanda o'chadi, yana gradiyatdan pasayganda o'zi yonib avtomatik tarzda gradiyatni ko'tarib beradi. Hoki ko'mir yoqadigan mijozlarimiz uchun mana shu turbo to'plamni tavsiya beramiz. Kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga chiqib xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlarimiz zavod narxi bilan bir xil. O'rnatib berish xizmati ham bor.